O'zbekiston Respublikasi qonunining 7-moddasiga binoan sessiya kotibini saylasimiz kerak. Sessiya kotibligiga 15-yulduz saylov okrugida shahar kengashi deputati Boboyorova Saodat Doniyorovani saylash taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya kotibi etib deputat 15-yulduz saylov okrugidan shahar deputati Boboyorova Saodat Doniyorovani saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'raymiz. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. O'zi bormi? Saodat qo'shini. O'zi bo'lsa ekranni yoqib qo'ysin. Ekranni yoqing. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi va reglamenti loyihasi Telegram kanali orqali elektron tarzda taqdim etilgan. Kun tartibiga boshqa o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa ovozga qo'yaman. Yo'q. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yilda Navoiy viloyatini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2026-yil 10 fevraldagi Shafiy Taklifson qarorida belgilangan vazifalar to'g'risida shahar hokimi Rahmon Nazirov hisobotini eshitamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz ishtirokchilari. Xabarlarimiz bor. Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning taqdimoti 10 fevralda bo'lib o'tdi. Barcha tuman shahar hokimlari, viloyat hokimi qatnashdi. Shundan so'ng 11 fevralda hurmatli prezidentimiz 58-qarorda imzolab berdilar. Demak, bu qarorda Navoiy viloyatining barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohasiga tegishli bo'lgan masalalari, ko'p yildan beri aholini qiynab keladigan masalalari demak kiritilib, hamma masalaga ijobiy yechim berildi. Demak, yuqoridagi qaror bilan hamma tanishgan bo'lsa-da, men qisqacha vaqtlarda olamanda qarorni demak Zarafshon shahriga tegishli bo'lgan qismini yana bir qayta sizlarga demak e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. Bu bizlar Zarafshon shahar hokimligi buni biz ijroga va rahbarlikka qaratganmiz. Demak, qaror demak 8 ta bo'lim va qatlabanddan iborat bo'lib, Zarafshon shahrining 26-yilda mo'ljallangan makroiqtisodiy ko'rsatkichlari bilan boshlanadi. Bu prognoz parametrlari sanoat hajmi 106% ga, demak qurilish ishlari hajmi 110% ga, xizmatlar hajmi 112.6% ga yetkazilishi belgilangan. Demak, Zarafshon shahrida aholini doimiy ishga joylashtirish masalasi, daromadini oshirish va ya'ni soyada bo'lib turgan norasmiy ishlayotganlarni legallashtirish maqsadida demak parametrlar belgilangan. Bu yerda doimiy ishga joylashtirish 2111 nafar, bu yerda investitsiya loyihalarini ishga tushirish hisobiga 375 nafar, xizmat ko'rsatish va servis loyihalari hisobiga 648 nafar, qurilish sohasida demak 86 va bo'sh ish o'rinlari bu demak bankga ko'maklash markazi orqali 417 nafar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash ya'ni kredit subsidiya sudalar orqali 585 nafar demak fuqarolarimizni ishga joylashtirish choralarini ko'rishimiz kerak. Endi ishga joylashtirgan bilan qancha oylik olyapti degan qiziqishlaringiz mumkin, savollar tabiiy bo'lishi mumkin. 2025-yilda amalga oshirilgan ishlarimizni endi sifat bosqichiga olib chiqmoqchimiz. Sifat bosqichida demak o'sha aholini daromadini oshirish nuqtai nazaridan hozir daromadi bor, lekin daromadi past, ba'zi o'chmish yetkazib yurgan oilalarimizni xatlovini qilib chiqdik. Bu yerda 6514 nafar aholimizni demak daromadini karrasiga oshirish va yaxshi daromad ishlab yurgan, ya'ni konvert usulida oladigan korxonadagi ish o'rinlarini xatloviga ko'ra 3340 ta ish o'rnini legallashtirish rejasini o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Albatta qarorda xorijiy investitsiya parametri bo'yicha bizga 62 million dollarlik investitsiya, xorijiy investitsiya jalb qilish
va undan tashqari ustamasiga 30 million dollar yanada qo'shimcha demak istiqbolli loyihalar topshirib berilgan. Turizm sohasida ham juda katta maqsadni ko'rsatishga olganmiz o'zimizni oldimizga. Demak, bu yerda mehmonxonalarni tashkil etish, yangi qurilish, ta'mirlash ishlari borasida va mahalliy va xorijiy turistlarni jalb qilish uchun imkoniyatlar yaratish. Ijtimoiy sohada esa demak 2 va 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish maqsadida demak nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 3 ta qurishimiz kerak. Bu davlat emas, e'tibor bering, nodavlat, ya'ni xususiy tadbirkorlar bilan 75 o'rinli kamida va davlat xususiy sherikchiligi asosida 75 qamrovlik demak bog'cha qurib, qamrov darajasini shahar bo'yicha 105% yetkazishimiz kerak. Demak, qamrovda hozir bizda xabarlarimiz bor. 1058 ta o'rin ochilgan. Ana shu 1058 ta o'rin bu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ochilgan. Demak, har bir deputatga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zini saylov okrugidagi bog'chaga qancha demak bo'sh o'rin borligi yo'qligini maktabgacha ta'lim bo'limidan bilib olsangiz bo'ladi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan ularning farzandlarini to'garaklarga jalb qilish, demak, aholimizni 40 yoshgacha ortiq bo'lgan aholimizni yurak qon tomirli qand diabeti kasalliklarini erta aniqlash maqsadida ommaviy skrinni boshlaymiz. Demak, ommaviy skrinda bizlar 28 ming nafar aholimizni qamrab olishni reja qilganmiz. Bundan tashqari hamma narsani ham dori-darmon emas. Demak, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasiga jalb etishdi. Bu safarga karrasiga oshirib 32 ming nafar demak yoshlarimizni aholimizni qamrab olishni niyat qilganmiz. Albatta qarorda yo'l xarita ham berilgan. Yo'l xaritada Zarafshon shahrini demak ishonchli va arzon transport bilan demak barqaror ta'minlab turish maqsadida bilasizlar, mana bizda jamoat transporti bor. Hozir yana shaharlararo, ya'ni o'sha aeroportimizga tushish masalasi ko'tarilgan. Navoiy Zarafshon uchquduq yo'nalishidagi qatnovni elektropoyezdlarni qatnov yo'liga qo'yish masalasi o'rganib chiqilmoqda va 679 demak davlat ahamiyatiga kasb etgan avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilish masalasi demak qarorga kiritilgan. Ushbu rekonstruksiya qilish, loyihalashtirish va texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish uchun hurmatli prezidentimiz jamg'armasidan 12 milliard pul ajratildi. Demak, bu yerda geologiya ishlari, o'sha barcha yer osti, yer usti ishlarini demak qayerdan o'tamiz, uni eski polosani yonidan yana 2 tasmali yangi polosa quramizmi degan takliflarni birgalikda transport vazirligi bilan ishlayapmiz. Undan tashqari Zarafshon shahrida jamoat transport bilasizlar, jamoat transportini yo'lga qo'yganmiz. Ana o'shani endi hozir brutto shartnomasini demak qilib beramiz. Brutto shartnomasi degani, agarda jamoat transporti o'zini oqlamasa, bu yo'qolib ketadi. Oqlamayotgan bo'lsa, aholimiz minmayotgan bo'lsa, demak brutto shartnomasi degani uni oqlamayotgan qismini budjetdan qoplab berish. Buna ahamiyat beringlar. Bu narsa faqatgina Toshkent, Samarqand va o'sha Buxoro shaharlarida bo'lgan. Zarafshon ham yirik shaharlardek bu jamoat transporti masalasini prezidentimizga qo'ydik. Prezidentimiz qarorga kiritib berdilar. Bundan tashqari Zarafshon shahrining asosiy drayveri hisoblangan IT sohasi va sun'iy intellekt bo'yicha respublikada ilk bor Zarafshon shahri tajribasi qilib, har bir maktabda bittadan IT sinf tamoyili asosida IT va sun'iy intellektga ixtisoslashgan sinflar tashkil etiladi. Bu respublikada tajriba sinov tariqasida amalga oshiriladi. Hozir bu ishlar bo'yicha biz Toshkent xalq texnologiya universitetlari bilan birgalikda demak maktabgacha ta'lim boshqarmasi vazirligi bilan ishlar boshlab oldik va ushbu sinflarga demak 9-sinfdan o'sha IT sohasiga qiziqqan, sun'iy intellektga qiziqqan qiziquvchi bolalarimiz saralab olinadi. Bundan buyog'iga ular hayotini, kasbini shu IT sohasiga chuqurlashtirilgan qilib o'rgatamiz. Bu sohada demak respublikadan viloyatdan mablag' kutib o'tirmadik. Bugungi Nodirjon Xolov kiritayotgan sizlarga erkin qoldiq taqsimotida ham shu IT bir maktab bir IT sinfga mana
4-maktabdan boshladik. Kelgusi sessiyalarimizda 8-maktabni kiritmoqchimiz. O'shalarga birin-ketin sun'iy intellektga moslashgan sinflarni tashkil eta boshlaymiz. Bundan tashqari, ta'til fakultetimizda sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik ta'lim yo'nalishida o'qish yo'lga qo'yiladi. Deputatlardan iltimos qilgan bo'lardimki, saylov hududlaringizda buni ham targ'ibotini qilinglar. Ertaga biza fakultet ochishimiz mumkin, aeroportni yo'lga qo'yishimiz mumkin, elektr poyezd yo'lga qo'yishimiz mumkin, jamoat transporti yo'lga qo'yishimiz mumkin. Lekin targ'iboti aholimiz bundan foydalanmasa, o'z-o'zidan iqtisodiy norentabellikka, iqtisodiy o'zini oqlamaslikka olib keladi. Shuning uchun deputatsiya korpus bu asosiy korpus. Xalq noiblari o'tiribdi. Shuning uchun iltimos qilardiki, ertaga shuncha yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanmasak, albatta bu yana yopilib ketaveradi, yana o'sha eski toziga qaytamiz. Shuning uchun bu yerda hurmatli rais o'sha deputatlardan faolligini so'rab qolishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Bundan tashqari, birinchi son politexnikamizda Xitoy tajribasi asosida zamonaviy dasturlar va texnologiyalarni joriy etamiz. Bu yerda bizga Xitoy davlatining Chunsin shahrining g'arbiy ishlab chiqarish va ta'lim integratsiya tadqiqot instituti hamkorimiz bu yo'lga tushyapti. Demak, o'sha texnikumimizni direktori Xitoyga borib keldi va albatta bu yerda ilg'or tajribalar bilan o'sha zamonaviy asbob-uskuna jihozlar bilan ta'minlangan holda zamonaviy kasbga bolalarimizga tayyorgarlik choralarini ko'ramiz. Albatta mehnat bozoriga talabi yuqori bo'lgan kadrlarni yetishtirib berish choralarini ko'ramiz. Hurmatli deputatlar, albatta sizlarning o'tgan yilgi sessiyalarda bergan e'tirozlaringizni biz hurmatli prezidentimizga qo'ydik. Demak, 1960-yil, 1985-yillarda Zarafshon shahrida mikrorayonlarda qurilgan oqova suv ichimlik suv quvurlari, demak, ma'nan eskirib, ta'mirtalab bo'lib qolganligi inobatga olib, demak, 4ta Navoiy, Zarafshon, Uchquduq, Zafarobodga, demak, mablag' ajratilib boshlayapti. Bu poytaxtdan ajratiladi va ham ichimlik suv va oqova suvga o'sha eng og'ir bo'lgan uchastkalari almashtirilib, demak, oqova suvda ham, ichimlik suvda ham suv resursi iqtisod qilinishi, yo'qolib ketmasligi, yerga shimib ketmasligi oldini olinadi. Bundan tashqari 7-bog'chamiz, 9-bog'chamiz 2027-yilda mukammal ta'mirga tushdi. Bu 7-son Kimno okrugida bo'lsa, 9-sonli bog'cha Kimno okrugida bo'lsa, albatta uni mahkam tutib olib, deputat so'rovlari qilib, uni loyihasini, ekspertizasini albatta o'z vaqtida bo'lishini nazoratga olib qolishni hurmatli rais deputatlardan iltimos qilardik. Va albatta hurmatli prezidentimizga biza sizlar ma'noqalarni yetkazdik. Turizm bo'yicha Zarafshon shahri jozibador emas edi. Ana hurmatli prezidentimiz turizmni rivojlantirish maqsadida tog'li, cho'l hududlarda turizm xizmatlarini shakllantirish, zip-line, o'sha attraksion parklar, kanatli parklar, kemping parklarida va ekstremal turizm majmualarini tashkil qilish maqsadida tabriklash mumkin. Zarafshon shahri oldingi o'sha ro'yxatlarga qo'shildi. Endi mana butun shahar bo'yicha o'sha turizm rivojlantiraman deydigan tadbirkorlarimizga imtiyozlar, preferensiyalar berildi. Albatta bu yerda nafaqat Zarafshon shahri, bizlar Uchquduq va Tomdi tumanlari hokimlari bilan birgalikda ularni ham shatakka olib qarorga qo'yishdik. Hurmatli deputatlar, qarorning qisqacha ijrosi va shu berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishni nuqtai nazaridan shahrimizda o'zimizga ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bo'yicha yo'l xaritasi qo'yganmiz. Viloyat hokimining ham yo'l xaritasi tushgan. Shunga hammalaringizni ana shu qarorni yorug'ingiz bilan bajarishda shijoatkorliklaringizni, faolliklaringizni, tashabbuskorliklaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Hisobotni tugadi. Savollaringiz